Assalomu alaykum, bratim. Lola, xo'jayin, bu yerda nima bo'lyapti? Ko'kkangni bos. Sen menga baqiryapsanmi? Kecha bu yerga kelganimda yo'q. Biz bir-birimizga ko'ngil qo'ydik. Bugundan boshlab bu Lola meniki bo'ladi. Agar kimdir yo'limda qov bo'ladigan bo'lsa, mendan yaxshilik kutmasin. Nima qo'rqib ketdi? Lola, xo'jayin, bu yerda nima bo'lyapti? Ko'kkangni bos. Sen menga baqiryapsanmi? Kecha bu yerga kelganimda yo'q. Biz bir-birimizga ko'ngil qo'ydik. Bugundan boshlab bu Lola meniki bo'ladi. Agar kimdir yo'limda qov bo'ladigan bo'lsa, mendan yaxshilik kutmasin. To'ppa to'g'ri. Men siznikiman. Bahrom akaga bugun sizni sevishimni aytmoqchi edim. Aytishing chatmas. Aqlli. Hamma narsani tushunadi. To'g'rimi, Bahrom? Nima? Tilingni yutdingmi? Tushundim. Lekin g'alati emasmi, xo'jayin? U meni xotinim edi. Nimasi g'alati bo'ladi? Kecha seniki edi. Bugun esa meniki. Endi g'alati emas. O'zim senga zo'radan top beraman. Xo'jayin, Bo'ldi. Yosh bola bo'lma. O'zingni tut. Erkak bo'l. Bu qiz endi men bilan yashaydi. Sen keyin narsalarni yig'ishtirgin-da, mashinaga olib tush. Biz pastga tushib turamiz. Assalomu alaykum, opa-singillarım, jigarlarim, akaxonlarim, ukaxonlarim, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Hozir shu kinoni menga tashlab berishdi. Kechadan beri juda ham ko'p meni kuzatgan odamlar tashlab berishdi. "Aka, bu sizmisiz?" deb. Kinodagi Bahrom degan bola, ha, shu Bahrom degan bolani rolni o'ynab bergan bo'laman men. Ko'ngil serialdan olingan atrifkasi bu 150 ta seriyasidan iborat. Ne только bu kinolarda, boshqa kino, Ko'ngil, Asira, juda ham tutqunlik badiiy film, Ayol qismati, So'nggi bor degan kino seriallarga, gosproyektlarda, kinolarda chiqqan bo'laman men. Shu. Men juda ham taksiga qiziqasdim, endi Rossiyadan taksi qilib yurasdim Moskva shahrida. O'zbekistonda kelganimda hamma bilsa biladi, ko'p o'rtoqlarim shu san'at sohasida endi tipaj to'g'ri kelgani uchun meni taklif qilishdi seriallarda, shu kirib ketdi. Shunaqa. Bu yerda hozir menga hamma tashlab beryapti bu narsani, "Aka, qanaqa qilib shunaqa rolda o'ynagansiz?" Bitasida, yaxshi emas demoqchida. Endi bu rol bu. Qanaqa rol bersa, endi kommentariylar juda ham paqillatib tashlagan o'tda. Juda ham ko'p kommentariy odamlar yozganki, bu bunaqa hayotda ham shunaqa dayus payus nima desa deyaversin odamlar. Chunki men hayotda meni yaqinlarim, meni jigarlarim, meni o'rtoqlarim, meni sizlar bilasizlar meni qanaqaligimni. Menga hech kimga hech narsa dagazat qilish ham shart emas. Chunki qancha odamlar negativ yozsa, menga shuncha yaxshi bo'ladi, chunki men bunaqa odam emasman-da. Navarot yaxshi bo'ladi. Izohlarda qoldiring. Tinch salomat bo'linglar.